Bugun 9-mart barcha mijozlarimizni Instagramda, kommentariyada va YouTube'dagi kommentariyalarga yozishgan elektromobillar narxi bilan tanishtirib o'tamiz. Bilasizlar, maqsadimiz aniq, niyatimiz xolis. O'sha chet eldagi do'stlarimizni va bozorga kelishga erinayotgan o'sha xalqdoshlarimizni narx-navoni bilib yurishligi sababli harakat qilyapmiz. Hop, birinchi o'chirda eng ko'p so'ralgan elektromobillardan biri bu BYD Song Champion. BYD Song Champion'ni ko'pchilik so'rashibdi. O'shanga Madinaxon Champion'ni nech pul sotyapsizlar hozir? Assalomu alaykum hammaga. Xo'sh, Champion'imizdan yili 24, model 25, tan narxi 26800. 26800. Ha, yili 25, model 25 ham bor. Ha, u nech pul? U 27300. 27300. Xo'p, tushundim. Endi biza hozir CIP Tashkent ko'pchilik bizadan eng ko'pi hozir statistikani ko'rdim. Champion xarid qilishibdi. Xo'p, Championni bitta hisob maylimi kalkulyatorni ochsangiz, misol uchun mana 24-yil ishlab chiqargan, lekin 25-yil modelini bitta hisoblaymiz. $21000 CIP Tashkentga olib kelyapmiz biz. 20 kunda keladi, chunki chegarada turibdi. Endi rastomoshkasiga 4,5 ming qo'shasiz, plyus minusi bilan. Xo'p. Nechta chiqyapti? 25500. Ya'ni $1000 pashti ekonom qilishyapti, to'g'rimi? Xo'p. $1000 24-yil chempiondan, ya'ni $1000 ekonom qilyapsizlar. Sababi CIP Tashkent $21000 evaziga o'sha CIP Tashkent, ya'ni yo'l kirasi bilan olib kelib beramiz. Rastomoshkasiga $4,500 plyus minus ketyapti. Endi 25-yilda hozir Smart, sizlarda Smart emas u? Ha. Demak, Smartni biz Smart deganda bilasizlar, o'sha lidar o'rniga, o'sha lidar qilib, mana bu 3 ta kameralar, YouTube, Instagram kanalimda полностью obzor qilganman, ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu yerda ham, короче, kamera общий 12 ta kamera bo'lganligini $22300 qilib beramiz. Aprel 15-lariga kirib keladi va unda ham 4,5 plyus minusi rastomoshka bo'ladi. Lekin bu Smart paytasiz. Xo'p, yana nima avtomobillar bor bizda? Madinaxon. Buyukimiz bor, Buyuk Veloyat 6. Bu full pozitsiyasi, ya'ni 450ligi. Bunimizdan tan narxi $16500. $16500. Xo'p, $16500. Keyin Buyuk Veloyat 6ni ham ko'pchilik akalarimiz, hattoki mana akalarimiz ham so'rashdi, taksi parkka ham ko'proq olmoqchimiz deb. Akalar, uzr so'rayman, sababi Xitoyga borganimda ham Instagram sahifamga ham qo'ydim, istoriya qilib, realni buyuk yo'q. Sababi o'chirt bo'lib ketibdi, 1 oy kutish kerak. Endi faraz qilsizlarmi, 1 oy zavoddan chiqishini kutyapmiz. Keyin 15 kun chegaraga borishini va yana chegaradan 15 kun kelishini. Qarshi 2 oydan oshib ketadi. Shu sababli tinchgina zakaz olmayapmiz, chunki har bitta zavoddan zakaz qilganingizdan keyin aytgan muddatiga chiqarib bermaydi zavod. Chunki zakaz ko'p bo'ladi. Shu sababli Buyuk Viloyat 6ni CIP Tashkentini hozircha time out, ya'ni to'xtatib turibmiz. Xo'p, BYD Y2 ni ishlayapti. 16000 tan narxi, 24, $16000, 24-yil BYD Y2miz bor ekan. Y2ni CIP Tashkentini xudo xolisa 95 398 406 ga telefon qilsanglar yetadi. Bemalol telefon qilib hamma xarajatlarini ham so'rashingiz mumkin. Keyin obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Обязательно sizlar uchun mana erinmasdan Yunusoboddan kelib, shahar u chetidan bu chetiga kelib turib, sizlar uchun men reportaj tayyorlayapman, чтобы xalqimizda bilsin shu elektromobillar narx-navosini deb. Xo'p, bu Buyuk Viloyat 6 narxini aytdi, $16000 yil 2024 va bunisi birinchi pozitsiyasi, to'g'rimi? Birinchi pozitsiya 430ligi. 430lik. Xo'p, birinchi pozitsiyasi. Birinchi pozitsiyasining farqlarini ko'p aytib o'tganman. Diskasida farqi bo'ladi. Diskasi oddiy diska bo'ladi va panorama lyuki bo'lmaydi va orqasidagi dvornikida farqi bo'ladi. Xo'p, buni nech pul deyapsiz? Bunimizdan tan narxi $16000. $16000. Buyuk Viloyat 6 birinchi pozitsiyasi. Ya'ni $500 farqiga undan ko'ra albatta full pozitsiyasini olgansiz bo'ladi. Kontrolsiz, besключевой доступsiz-da. To'g'ri. Yana hammani sevgan, bilgan Geely Geomi elektromobilimiz. Bunimizdan tan narxi bo'lishi $14500 qilib beryapmiz. $14500. Men ham Instagram sahifamga ham qo'ydim, ko'rgan bo'lsanglar. Buni men Zikr kompaniyasi, o'sha Zikr zavodiga borganimda Geely birinchi o'rinda Geely turadi. Geelyni o'sha kompaniyasini ostida Zikr chiqadi. Keyin Linko chiqadi va Volvo chiqadi. Mana Geely kompaniyasini. Lekin haqiqatda sifatiga men besh ketdim. Geelyni Xanjouda, Shanxayda juda ham ko'pchilik haydaydi va taksi parklar ham ko'p Geely bilan ishlaydi. Aytgancha Instagramda kuzatadiganlar ko'radi. Bu rahmat kattaga Madinaxon, xudo xolisa bozor aylanib bersin. Xo'p, Madinaxonning narxlarini ko'rdik. Endi xudo xolisa Ibrohim aka, assalomu alaykum. So'misiz? Charchayapsiz? Mana shuni taqib qo'ysam maylimi? Sizlarda necha xil mashina bor hozir? Hozir prodajamizda 6 xil mashinamiz bor. Aito M5, Aito M9imiz xudo xolisa seshanba kuni kirib keladi. Xpen Mono M03 bor. C16 bor, lip motor, Lisan Elliotda yo'qonchi mashinalarimiz bor. Keling, bitta-bitta ko'rsatib o'taylik. Mana bu Xpen, ha, Xiaopeng. Xpen Mono M03. Xitoychasiga Xiaopeng o'zingiz bilasiz. Da. Zapas xodi 580, full pozitsiya, 3-chi pozitsiya hisoblanadi. Xo'p, narxini nima deyapsiz? Narxini 24 kelishtirib beramiz.
Lekin chiroyli ekan. Haqiqatdan ko'rinishidan misol uchun bitta kelib ko'rsanglar bo'ladi. 24 mingga bu Malibu deb bo'lsa kerak, menimcha taxminan. Malibuda 100 dan 0 dan 100 gacha ham starti ham shu 7.4 sekundda. Oldi privat. Qo'yil, juda ham yaxshi. Oldi privat. 62 batareyka. O'zi O'zbekistonga oldi privat yaxshi deb o'ylayman. Orqa privatda men o'zim ID6 da yurganimda orqa sirg'anardi ozgina. Shunaqa. Lekin yaxshi. Xo'p, 57 ham bor deyapsiz siz? 57 miz ham bor. Nissan 57 nech pul? 55500 qilib beryapmiz. 55500 dollar. Xo'p, 55500 dollar. Agar CIP Tashkent xohlasanglar, pered zakaz xohlasanglar, 57 ni hozir men sizlarga 2000 ta narxini aytaman. Hozir mana bitta klientimizga kerak bo'ladi, o'sha narxini aytdim. 1 daqiqa. Xo'p, 25-yilini 48 ming dollar CIP Tashkent. U rastamoshkasi 7 ming dollar примерно. Primerda shunaqa aylanyapti. Ha, demak bizda ba'zi pered zakaz по-любому arzonroq tushadi. Agar misol uchun naqd podarkalar uchun bo'ladigan bo'lsa, shu Ibrohimga murojaat qilaverasizlar. Xo'p, Leap Motor S16 buninglar S16 qoraga oranjevый, mokriga oranjevый, oq oranjevый 3 xil rangimizda qoldi hozir. Nalichida. Bular gibridda hammasi. Gibrid, 3 tushunishim bo'yicha Leap Motor S16 ni hammasi gibrid sotilyapti. Hadovoy gibrid bo'lib qoldi. Hadovoy gibrid sotiladi. Sabab endi uzoq yo'llarga yuradiganlar olgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Vohaga asobi vohaga chiqaryapmiz. Ha, vohaga. Samarqand. Bu nechi pul bu endi? 29600 qilib beryapmiz. 3 paysa ledari. Taqalgani. Bu shot spravka emas, ana nima deydi? Nomiga chiqadi. Notarius emas, nomiga chiqadigan. Nomiga chiqadi, poligonlari hammasi shuncha ichida. Bo'ldi. Poligonni bitta ma'lumot berib o'ting, sizlarga juda ham foydali ma'lumot. Hammamiz harakat qilyapmiz, o'chirt olish kerak, lekin o'chirt o'sha 12 kun, 14 kunga cho'zilib ketadi. 2 haftaga cho'zilib ketadi. Shu narsani juda ham ahamiyat berishlarini so'rab qo'ygan bo'lardim. Mart oyida dam olish kunlari ko'p bo'lgan hisobiga yana oldinroq nima deydi, cho'zilar ekan 15 kungacha. Ha, tem bo'li 15 kunga cho'zilgandan keyin voqealar harakat e'lon qilinglar. Yana bitta ma'lumot, 1-mayga eshitgandirsizlar, hamma utilizatsiya narxlari. Utilizatsiya narxi oshyapti. Qanchaga oshyapti shuni nima deb o'ylaysiz? 3100 dollarga. Yo'q, 3000 ga. O'zim Sabranada qatnashdim. Ha, bordilar. Postda men o'shitdim o'zim. Qarang, 3100 dollarga oshadimi yoki hozir 8-9 so'rayapmiz? Shunaqa? 3100 ga 3100 ga uni ustiga qo'shadi. 120 barobar bo'ladi. 3 yilgacha bo'lgan mashina 120 barobar. Benzinoviy mashinalar bilan bir xil bo'ladi. Demak, shoshilib qolish kerak. Yana ham 1-maygacha uspet qilib qolish kerak. Voy. Kelar o'zingizlar eshitdinglar. Harakat qilinglar tezroq anaqa olishga. Bu bizani xohishimiz emas, tan xursand emasmiz. Prosta o'sha maqsadimiz, aniq niyatimiz xolis tezroq olsanglar, o'sha qanday shu 3100 deyaptilarmi? 3100. Men hisobim bo'yicha 2000 dollar oshyapti deb o'yladim, nima? 3100 men o'yladim, hamma hisoblab berishdi, rasmlarga ham olganman. 3100 ga oshyapti. Mana qarang, yana bitta savol so'rayman. Qarang. Hozir 900 dollar to'laymiz deylar. 900 dollarga yana 3000 dollar ustiga o'tiradi. Voy, demak 4000. Utilizatsiya 4000 dollar bo'lishi bu juda ham qimmat. 3 yilgacha bo'lgan mashinalarga. 45 million so'm. Hozirgi narx. Hozirgi narx 11 million 850 dollar, 860 dollar shunaqa bor. 865 deylik, 3450 dollar bo'lar ekan. 3 yildan ko'p bo'lgan mashinalarga. 6000 dan ko'p o'tiryapti. O'xti. O'shanga shoshib qolinglar. Olsanglar, qanday o'zingizlarga o'sha 3000 dollar ekonom bo'lar ekan. Xo'p, S16 ni 29700 deysizmi? 600 qiladi. 29600 dollar qilib berishadi. Leap Motor S16 gibridini biz 22500 dollar CIP qilib beryapmiz. O'rta pozitsiyasini 22500 dollar. Full pozitsiyasini, bu full pozitsiya. Full pozitsiya. Biz 24500 dollar qilib beryapmiz. Agar zakazga shoshilish bo'lmasa, zakaz qiladigan bo'lsanglar, xudo xolasa 95 lik 398 46 ga telefon qilib bemalol barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Rastamoshkasi qancha buni? Rastamoshkasi 3200 atrofida bor. 3200. Yana aniq sertifikatsiya bor. Sertifikatsiya. Короче, 4.5 deyveraylik, maksimum Примерно 4.5. Bo'ldi, tushunarli. Yana nima mashinalar bor sizlarda? Nima bor? Chempionlarni hozir odamlar kliplar qarashyapti. Chempionlar. Li7larimiz bor. Ha, Li7ni aytdi hozir. Xonchi bor ekan mana. Xonchi, ko'pchilik so'ragan Xonchi aytgancha, kelinglar, ko'rishinglar mumkin bemalol. Kirabob Xonchimiz. Kirabob, o'sha taksi bob deyapti. Bu 450 taligimi? 500 talik. Va, как раз 500 taligini ko'pchilik so'rayapti. 450 talik sotilmay qo'ydi. Olib kelmay qo'yishdi ko'pchilik. Olib kelishyapti. Talabga javob bermayapti, ko'p yurib bermayapti. Hay, bo'ldi, tushunarli. Xonchini ko'ryapsizlar? Plasmas. Bu mashinani men anaqa ko'pchilik yomonlayapti deb o'ylayotgan ekan. Men yomonlamayman. Prosta Xitoyliklarning gapini aytdim, xolos men. Ta'minot uchun meyli, yomonlash niyatim yo'q meni. Bu nech pul bu? 16300. 16300 dollar. Xo'p, ha. Naryoda arzonroq 16200 ga ko'rdim, uni ham qilib bersanglar kerak. Qilib beramiz. 16200 dollar. Bo'ldi, yaxshi. 16200 dollar Hongqi 225. Xo'p.
xuddi shu narxga tushadi. Bizdan zakaz qilsanglar, уже hozir hamma 00 anaqasi bilan sotyapti, foydasi bilan sotmayapti. Bizaniki 24, sizda zakaz qilsa 25 bo'ladi. To'g'ri lekin 25 bor, yo'lda kelyapti. Xuddi shu narxga tushadi bizdan zakaz qilsanglar ham, lekin bir 30 kunlarda kirib kelyapti. Chunki yo'lda kelyapti deganimda Xitoy zavodidan chegaragacha yo'lga kelyapti. Oqi bor, qorasi bor, seri rangi yo'q. Seri rangi chiqmayapti, tushunishim bo'yicha. Seri rang hali ko'rmadimmi Toshkentda? Seri oldin chiqqan, men Xitoyda ko'rganman. Juda ham katta joyda skladda tushirib qo'yishganligini o'shanda ko'rdim. Shunaqa gaplar. Ibrohim aka, boshqa mashinalar yo'qmi sizlarda hozircha? Akacha xo'shlar. Bo'ldi. Rahmat kattakon, bozoringizni bersin. Xo'p, rahmat. Rahmat. Xo'p, yana ko'pchilik so'ragan o'sha Hongqilarni segmentidagi GAC Ion S580 ni va men yozib olganman-da, S Plus, Ion S Plus ham bor, S Max ham bor, hammasi bor, pered zakaz. Xo'p, 580 ni, Iminni 580 ni xuddi shunaqasi, oqqa qora saloni qolgan, apelsinli salon qolmagan akalar. Xargosda ham, Qashqarda ham rosa qidirdim, lekin topilmadi, afsuski. Buni CIP Tashkent $13,900 qilib beryapmiz. O'sha GAC Ion 580 taligini 2024-yil ishlab chiqarilgan. $13,900. Rastamoshkasiga hop 3800 mi ketyapti-da, adashmasam, plus minus bilan. O'sha gap o'sha 95 li 398 46 ga qilsanglar, shogirdlar barchasini o'sha rastamoshkasini nechi pul, CIP qachon necha kunda keladi, hammasini ma'lumotini berishadi. Hop, GAC Ion S Plus, ya'ni plus deymiz o'zbek tilida. O'shanisining narxi $14,200 CIP Tashkent. Buni rastamoshkasi $4,000 plus minus bilan. Hozirgi paytda 1-maydan yana oshishini bilasizlar. Ulgurib qolinglar, addushi mana shu yordam sifatida, xudo xohlasa haydab mashinani maza qilib haydab yurganinglarda, ekonom qilganinglarda bir meni duo qilib qo'yish esingizdan chiqmasin faqat. Hop, S Max-ni $14,900 qilib beryapmiz. Hamma mana shu aytib o'tgan elektromobillar, avtomobillarim barchasi tayyor chegarada turgan avtomobillar va elektromobillar. Hop, chempionning narxini aytib o'tdim. Keyin BYD Yuan Up masalasi bo'yicha. BYD Yuan Up ham ko'pchilik so'rayapti, ko'rsatgan turibdi. BYD Yuan Up mana. Hop, ikki xil pozitsiyasi bor. Eng full ketayotgan pozitsiyalari. Yuan Up eng fullini 2024-yil ishlab chiqarilganini $15,900 qilyapmiz. CIP Tashkent. Rastamoshkasiga $3,500 plus minus ketyapti. Bu eng fulli dop opsiyali. Dop opsiyasida nimalar qo'shilgan bo'ladi? Diskasi chiroyliroq bo'ladi va o'sha panorama lyuki bo'ladi. Keyin eng glavnisi head-up displeysi bo'ladi. Hop, keyin kamerasi ko'proq bo'ladi. Endi ikkinchi pozitsiyasi bor, 401 km yuradiganlik, $13,600 CIP Tashkent qilib beryapmiz. Buni full pozitsiyasini 15,900 ni faqat oq rangi qolgan. Mana 13,600 ni ham seriyasi bor, ham o'sha oq rangi bor. Bu lekin o'sha panoramasi bo'lmaydi, head-up displeysi bo'lmaydi, oddiy diskasi ham oddiy kalpakli bo'ladi. Hop, BYD Xanni yana ko'pchilik so'rashibdi mijozlarimiz. BYD Xan Mamitda Sanjar aka degan odam borlar. Avvalambor assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum, sizmisizlar? Men eshitishim bo'yicha siz rosa ko'p BYD Xan tushirib qo'ydingiz aka. Skladda ham bor, skladlaringlar ham bor, hali sizlarni. Qoyil aka. Молодец. Mana Nardigrey so'raganlarga Nardigrey narxi. Hop, BYD Xan, mana mashinani aytyapsizmi? Hop, mana 3 ta BYD Xan turibdi. Bitta tushuntirib o'ting endi. Qanaqa cho'kchimi? Birinchi, ikkinchi paysi 506, 605 zapasi bor. Ashki taqmasangiz kimni ko'yini qopdi aka? Mahalladagilar ko'rganda gapiryapti-da, siz YouTube'da chiqasizmi demak. Okay, hammasi siz. YouTube'imiz fayzi siz bilan, okay? 605 talik hop. 25 restyling bo'lganda diska. Bu 25 ishlab chiqarilganmi? Yo'q, yili 20. Ha, yili 24, 25-yil restyling variant. Hop, bularda diskasini yangicha qilib chiroyli qilib chiqargan. Haqiqatda chiroyli. Head-up, massaj. Hop. Head-up displeysi bor ekan, hop, ko'rdim. Massaji bor. Masaji bor. Hop, 701likmi? Bu 605lik. 605lik. Hop, necha pul bu? Hop, buni 31 200 qilib beramiz. 31200. Taqalganimi yoki obunachilik yana kelsa, siz nomingizdan kelsa yana 100 so'm o'tib beramiz. Sunnatiga. Sunnatiga. Bo'ldi, barakasini bersin. Hop, keyingi pozitsiyasi necha? 506 ligimiz, buni 29000 qilib beramiz. $29000. Yana sunnatiga o'tib beraylik kelsanglar, bosh xotirmang desanglar. Bu qaysi pozitsiyasi? Bu ham Bu ham 605. 605lik, ha. Narxini bilib oldinglar, xudo xolasa. Yaxshi narxlar. Lekin chempionni sal qimmatroq ekan chempiondan, lekin buni segmenti baribir chempiondan yuqori yuradi. Klassi baland yuradi. Klassi baland yuradi. Xo'p. Tushunishim bo'yicha faqat bilmaysizmi 580 nechta sotilyapti? Hop, uni 18,5 qilib beramiz. Hop, 18 ming 2024 yili? 24.
Xo'p, qarang, bitta hisoblaymiz-da. 18500 naqd turibdi. 18500 dollar naqd turibdi. Endi ayiramiz, bizning narxi, CIP Toshkentning narxi 13900 dollarda. Ayiramiz yana nima? 3500 da rastam o'shkasa buni. Shunaqa. Xo'p. 1100 dollar ekonom qilsanglar bo'lar ekan, agar bizdan chegaradan zakaz qilsanglar, xudo xolisa 20 kun, uzoq 25 kunda Toshkentga kirib keladi. Naqdini olmasdan shoshilishmas bo'ladigan bo'lsa, o'sha buyurtma qiladigan bo'lsanglar 1100 dollar ekonom qilar ekansizlar. Sanjar aka, boshqa mashina yo'qmi? Boshqa mashina qolganlar siqiladi-da. Chempionlar har doimgidek hamma biladi. Ha, chempionni hozir aytdi. Sizlarda qaysi yili bor o'zi? Hop, 24 hozircha. 24 mingiz bir sotasizlar sizlar. Uni 26200 qilib beramiz. Eng arzoni bo'ladi ekan unda 26200 dollar qilib beryapsizlar. Ana ular Madinani nechta sotadi? 26000 nech puldan hamda. Xo'p, qarang, 26200 hisoblab ko'ramiz mana. 26200 dollar. Patkulich, shunday buyib ketadilar. Qo'liga topshiriladi. Bitta Piskentga borib kelsalar bo'ldi. O'sha nomer, undan keyingi xarajatni nomer taqadi. Ha, bo'ldi. Demak, Piskentga o'zlari o'tgan. 26200. Hozir biz nechta beramiz, bilasizmi? Xuddi shu 24-yilda faqat oq rangi qolgan, arzimagan ikkita dona ham qoldi. 21000 dollar CIP beramiz. Ayiramiz, yana 4500 rastamoshka bunda 700 dollar ekonom qilaman ekan. O'zi arzimagan 700 dollarga ishlashayotgan ekan. Foydasi ham, ha. Agar bizdan zakaz qiladigan bo'lsanglar, o'sha gap 20-25 kunda keladigan bo'lsa, kutsanglar 700 dollar ekonom qilsanglar bo'ladi bizdan zakaz qilsanglar. Zakaz qilmoqchi bo'lsanglar, bemalol 95lik 398 46 ga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Shogirdlar barchasi haqida ma'lumot berishadi, xudo xolisa. Sanjar aka, rahmat, bozoringizni bersin akajon. Xo'p, bu ko'ryapsizlar Dongfeng Ipay 008 gibrid avtomobil. Elektri ham bor, lekin elektrini ko'pchilik olmayapti. Faqat gibridini olishyapti. Hozir ham Ibrohim aytdi-yu, S16 ni sotish bo'yicha chempion-da bola. Faqat gibrid olishyapti deyapti. Sababi bu endi ko'ryapsizlar, laksuriroq bo'lgani uchun ko'pchilik uzoq yo'llarga yurishga va 6 ta o'rindiqligi uchun gibrid olishyapti. Xo'p, buni ko'ryapman, max pozitsiyasi ekan, oqqa qizil ekan. Mana oranjiviy dedinglar, lekin qizili ancha chiroyliroq-da. Qaranglar. Oranjiviy salonga o'zi ko'pchilik mijozlarimiz ham, men o'zim ham misol uchun o'tirsam qanaqadir o'zi qo'yinim ketadigan bo'lib qoldi. Sababi Liboy 57 L9 ga o'tirasizlarmi? Misol uchun Lip motorga o'tirsanglar, hammasi oranjiviy salon bo'lib ketdi, shu modadan qoldi deb o'ylayman. Mana misol uchun mana shu qizil salon juda ham chiroyli ekan. Xo'p, Ultra bilan Max'i eng katta menga farqlanadigan narsasini tushuntirib o'taman sizlarga yana bir marta, lekin o'zimni Instagram sahifamda ko'rsatganman. Qaranglar, birinchi o'chirtda o'tirganimizda mana mana monitori sal kattaroq bo'ladi, Ultra pozitsiyasida. Keyin men pastga tushirganinglarda mana mana bor-ku. Bunaqa bo'lmaydi-da, mana katta bo'ladi, atrofida polniy oyna bo'ladi. Oynadan svet bo'ladi va mana Max'da sal qalinroq bo'ladi, Ultra'da sal yuqoriroq bo'ladi. Lekin meni o'zi shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsam, katta farqi yo'q. Men Max pozitsiyasini olgan bo'lardim. Va eng glavniysi mana bunaqa Max'da bunaqa bo'ladi, Ultra'da ham chiqitib ochiladigan bo'ladi, lekin menga Max'ga yoqqan, chunki необычный такой chiroyli qilib ishlangan. Va qizil saloni menga yoqdi ko'proq. Chem qora bilan oranjiviydan ko'ra. Indeks avtobozorida Dongfengni mana qorasi ham, oqi ham turgan ekan, ko'rib turibsizlar. 008 Ipay, lekin narxini aytishmayapti. Narxini o'zingizlar kelib so'raykansizlar. Bemalol kelib so'rasanglar bo'ladi. Xo'p, bizda CIP Toshkent Dongfengni Ipay 008 ni 2025-yilda ishlab chiqarilganlari bor. O'sha Max pozitsiyasi ham, Ultra pozitsiyasi ham. Xo'p, unda o'zimizning narximizni aytib o'tamiz. Indeks avtobozorida xitoyliklar yetish xohlamadi. Dongfeng 008 Max pozitsiyasi CIP Hundong, ya'ni o'sha gibridni 23700 dollar CIP Toshkentga berishyapti. Xudo xolasa, bu chegarada turgani, ya'ni 20-25 kunda keladi. Ultra pozitsiyasi bor, Hundong, u ham ya'ni gibrid pozitsiyasi 24200 dollar bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Shunaqa gaplar akalar, xudo xolasa Dongfeng kerak bo'ladigan bo'lsa ham, o'sha 95lik 398 46 ga qo'yasizlar. Naqd elektromobillarga 95lik 8446 ga aloqaga chiqarasizlar. Avtobaza har doimgidek xavf xizmatda akalar, xudo xolasa hammani omadini bersin. Xudo xolasa. Keyin yana bitta gapim bor edi sizlarga, hammangiz aytyapsizlar Xitoyga boykot deyapsizlar-yu, lekin xafa bo'lmanglar-yu. Misol uchun men bilan kelib savdo qilyapti-da klientlar. Misol uchun biz nafaqat biz bilan, mana shu o'zbek tadbirkorlar bilan savdo qilyapti-da, bizni pul tikib olib kelgan mashinamizga-da. Lekin hamma narsasini tushunib olib turib, Xitoylik orqamizga Xitoylik 100 dollar arzon bersa, lekin o'shandan olasizlar. Shu endi boykot deganimi bu akalar? Misol uchun men Xitoylikga 5 ketaman. Nimaga? Sababi Xitoyliklar O'zbekistonga kelgandan keyin birinchi o'chirtda o'zini oshxonasida ovqatlanadi. O'zini sartarosh xonasi ochilibdi Xitoyliklarning, даже ikkita sartarosh xonasi ochilibdi va ularda sartarosh xonasiga ham ularga boradi, ovqat yeydigan bo'lsa ham o'tga o'zini restoraniga boradi. Nimaga bilasizlarmi? Ularning maqsadi bitta.
nimaga xitoyliklarni bir-birini поддержка qilish. Lekin O'zbekistonda turib mana shu o'zbeklar $100 $100 arzoniga shu xitoyliklardan xarid qilishyapti. O'shanisiga bilmadim. Baykod deyapsizlar, lekin Baykodni B harfi bilan ko'rmayapmiz akalar. Xafa bo'lmanglar, men dilim degani aytdim. Misol uchun xitoyliklarga men g'araz niyatim yo'q. Xitoylar bilan yaxshimi bilasizlar, xitoy tilini полностью bilaman. Men umuman qizig'i yo'q, вообще farqi yo'q, lekin ko'pchilik yozyapti-da, "Xo'p, mana Xitoyga baykod qo'yamiz, u qo'yamiz, bu qo'yamiz" deyapti, lekin kulgili vaziyat. Baykod deyotgan yerda, lekin kelyapmiz-da, mana bu yerda savdo qilamiz-da, $100 arzimagan, $100 arzon etsa, borib turib xitoylikdan xarid qilasizlar. O'shanga bir o'ylab ko'rarsizlar, baykod deyishdan oldin. Joningiz sog' bo'lsin, Avtobaza har doimgidek xalq xizmatda. Bitta o'sha tilagim 1-maygacha ulgurib qolsanglar, xudo xolisa ko'rib turganlarda ancha-muncha pul ekonom qilasizlar. Joningiz sog' bo'lsin.